Assalomu alaykum. Ovozim ishlayaptimi? Ovoz eshityapti, ko'rinmoqda. Barchaga assalomu alaykum. Yana bir bor Grandco va Mentorgo nomidan hammangizni ushbu ovozli chatimizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun biz Tuning grant haqida suhbatlashamiz va ovozli chatimizga dastur g'olibi Alisher Ahmedovni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Fazilat, rahmat taklif uchun va assalomu alaykum barcha tinglovchilarga. Bugungi webinarimizda qisqacha Tuning haqida, o'zim haqimda va Tuningga topshirish uchun qanaqa bosqichlardan o'tish kerakligi haqida va qisqacha albatta Buyuk Britaniyada o'qishning afzalliklari haqida gaplashib o'tamiz. Fazilat, nima deysiz? Biz boshlasak bo'ladimi yoki ozgina kutib turishimiz kerakmi? Boshlayveramiz. Ekranda prezentatsiyamiz ko'rinayotgan bo'lishi kerak. Xo'sh. So'z sizga. Rahmat. Qisqacha o'zim haqimda birinchi aytib o'taman. Toshkent arxitektura va qurilish universitetini bitirganman, construction management yo'nalishi bo'yicha va o'sha paytlari men Discover Invest kompaniyasi, ya'ni talabalik paytimda Discover Invest kompaniyasini har xil grantlari bor edi. O'sha grantlarga qatnashib, ya'ni xorijda o'qishga bo'lgan intilish, qiziqish o'sha paytdan boshlangan. Universitetni bitirgandan keyin Enter Engineering, O'zbekistondagi eng yirik injiniring kompaniyalaridan bittasi, injiniring va qurilish kompaniyalaridan bittasi. O'shanga ishga o'z faoliyatimni o'sha yerda boshlaganman. Undan keyin 2 yil ishlaganimdan keyin Tuning grantiga harakat qilganman, lekin ungacha albatta DAD stipendiyasi va boshqa stipendiyalarga ya'ni qatnashib ko'rganman. Ma'lum bir sabablarga ko'ra o'xshamagan. Misol DAD stipendiyasiga ham finalist bo'lganman, lekin suhbatdan o'tish nasib qilmagan. Mana bu yil, ya'ni 2024-yil topshirganimda Tuning stipendiyasi g'olibi bo'ldim. Va universitetda qisqacha qilib aytsak, prezident stipendiyasi, yil talabasi kabi stipendiyalarni kichkina yutuqlarga erishganman. Balkim endi hozir shuni gaplashib o'tamiz, qisqa qilib, balkim shu kichkina yutuqlar hammasi bir bo'lib Tuning yutishligimga kichkina hissa qo'shgan bo'lishi mumkin. Agar keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, bular barchasi Tuning haqida bo'ladi. Ana endi qisqacha Tuning haqida ma'lumot berib o'tamiz. Auditoriyamiz qanaqa bo'lish, misol kimdir yaxshi ma'lumotga ega bo'lishi mumkin, Tuning haqida kimdir endi eshitgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ozgina gapirib o'tsam Tuning haqida. Boshqa grantlardan farqli jihati Tuningni ularni target stipendiyati, ya'ni shartli Tuning g'olib bo'ladigan, Tuning yutadigan inson taxminan 25 yoshdan kattaroq va juda ham ko'p Tuning yutganlar 30 yoshdan kattaroq bo'ladi. Ya'ni o'z sohasidagi mutaxassislar o'z yon atrofiga liderlik xususiyatlarini bildirib, yon atrofidagi insonlarni o'zgartira oladigan qobiliyatga ega bo'lgan, high caliber deydi, katta kaliberga, ya'ni katta impactga ega bo'lgan insonlarga target qiladi Tuning. Shuning uchun Tuningda boshqa grantlarga o'xshab IELTS sertifikati talabi yoki qaysidir akademik talablar qo'yilmaydi. Aynan Tuning qo'ymaydi. Albatta universitetda bir xil talablar bo'lishi mumkin, lekin Tuning talablari biroz boshqacha. Ya'ni siz o'z sohangizda qaysidir yutuqlarga erishgan bo'lishingiz, ya'ni
ajralib turishingiz kerak demoqchisiz, to'g'rimi? shaxs sifatida katta yutuqlarga erishgan bo'lishingiz, liderlik qobiliyatlaringizni ko'rsatgan ya'ni amalda ko'rsatgan bo'lishingiz, bu juda ham muhim achieving uchun. Hujjat topshirishga keladigan bo'lsak, odatda O'zbekiston har bir davlat uchun har xil, O'zbekiston va O'rta Osiyo regioni uchun birinchi etapi, ya'ni hujjatlarni tayyorlash, portfolio tayyorlash noyabrda tugaydi. Undan keyin ikkinchi etapga o'tganlar fevralda email xabar olishni boshlaydi, suhbatga taklif yoki rejection olishni boshlaydi. Birinchi etapiga keladigan bo'lsak, eng muhim narsa u yerda 4 ta insho yozish, ya'ni 4 ta essay yozish. Bular leadership, relationship building and shared learning, study plan, career plan ularni o'z ichiga oladi. Hozir Chivning haqida mana bu ma'lumotlarni aytib o'tish esimdan chiqdi. Ya'ni qanaqa foydali tomonlari, o'qish kontrakt pulini qoplab beradi. Chivningga topshirayotganingizda 3 ta universitet belgilaysiz, keyin oylik stipendiya beriladi. Oylik stipendiya har bir regionga har xil, ya'ni Londonda bo'lsangiz ko'proq oylik stipendiya va boshqa Londondan tashqari boshqa shaharlarda sal kamroq nisbatan stipendiya beriladi. Safar xarajatlari, ya'ni bir marta kelishingiz va o'qishingiz tugagandan keyin ortga qaytish biletini o'z ichiga oladi. Vizada ular sponsor bo'lgani uchun vizani birinchi marta qoplab berishadi. Ya'ni birinchi marta topshirishayotganingizda viza to'lovlari qoplab beriladi. Agar qaysi ma'lum bir sabablarga ko'ra siz rejection olib ikkinchi marta topshirsangiz vizaga, unda o'zingiz xarajatlarni qoplaysiz. Va albatta Chivning alumni degan, ya'ni Chivning network dunyo bo'ylab juda ham ko'p davlatlar Chivning o'z dasturini yuritib boradi. Shunday ekan, Londonga, UKga kelganingizdan keyin siz nafaqat O'zbekiston yoki O'rta Osiyolik mutaxassislar bilan, balki dunyodagi barcha mutaxassis, juda ham ko'plab davlatlardan kelgan mutaxassislar bilan aloqa qilish, ya'ni networking qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. O'zingiz sohangizda bo'lsin, boshqa sohada bo'lsin, bitta katta networking, ya'ni bitta katta jamoani bir qismiga aylanasiz Chivning scholarship yutgandan keyin. Va hujjatlarga keladigan. Qarang, sizga bir savolim bor edi shu yerda. Ko'pchilik talabalar Chivning scholarshipni shu to'liq moliyalashtirilganligini biladi. Lekin aynan hozir urg'u berib o'tdingiz Chivning alumniga, ya'ni networkka. Bilamizki, O'zbekistonda networkni tanish-bilishchilik bilan adashtirishadi. Ya'ni xuddiki biron joyga borganda tanish-bilishlar yordamida ishga kirish shunaqaroq. Lekin ko'pchilik hozirda o'qib kelayotgan talabalar bilishadiki, network o'zi boshqacharoq narsa, ya'ni alumnayni kuchi kattaroq. Va hozir siz o'zingiz ham shu networkni ichidasiz, to'g'rimi? Va bu networkni qanday ta'riflagan bo'lardingiz, o'zingizni networkingizni? Yaxshi savol. Misol uchun qarang, shaxsan mani кейsimni oladigan bo'lsak, men qurilish va industrial construction ga qiziqaman va bizda qanaqadir eventlar bo'ladigan bo'lsa, kimlar bilandir Chivning o'zi har xil eventlar o'tkazib turadi. Va shu tadbirlarda insonlar bilan tanishaman va o'z sohamdagi boshqa davlatlardan, boshqa regionlardan o'z sohamdagi mutaxassislarni topib qidiraman va o'sha insonlar bilan fikr almashaman. Ya'ni qanaqa yangiliklar bo'lyapti va albatta kontakt almashasiz, qanaqadir LinkedIn profilingizni almashishingiz mumkin. Keyinchalik ular sizga deylik sohadagi yangiliklarni yoki qandaydir foydali ma'lumotlarni ulashib borishligi yoki siz ulardan qandaydir shu ishxonasidan yoki biror sohasidan ma'lum bir qiziqishga ega bo'lib ma'lum bir narsani so'rasangiz, ular sizga bajonidil yordam berishligi, ya'ni bu bir jamoadek ishlaydi. Networkingni juda ham nima edi, Chivningda bu imkoniyat juda katta. Zo'r.
Keyingi slaydga o'tavering. Bu ya'ni nafaqat o'zingiz sohangizda bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, siz qandaydir g'oya bilan kelgansiz va deylik bu o'z sohangizga taalluqli bo'lmasa ham biznes g'oya bo'lishi mumkin yoki qanaqa tadbirkorlik g'oyasi bo'lishi mumkin, o'z sohangizdagi g'oya bo'lishi mumkin va o'z atrofingizda g'oyadoshlaringizni yig'ish uchun eng oson va eng yaxshi imkoniyat. Chunki juda ham xilma-xil insonlarni ichidan o'z g'oyadoshlaringizni yig'ish osonroq bo'ladi. Shu. Keyingi slaydga o'tsak, hujjatlarga keladigan bo'lsak, albatta batafsil aytib berishni, bu webinar doirasida batafsil aytib berishni imkoni yo'q. Shuning uchun qisqa va eng asosiy momentlarini, eng asosiy joylarini aytib gapirib o'tamiz. Eng birinchi navbatda kerak bo'ladigan narsa essaylar. Ko'rib turganingizdek, leadership haqida, relationship building, shared learning, study plan, keyin career plan. Shular haqida siz Chivning panelga, ya'ni Chivning nimasiga topshirasiz, platformasiga topshirasiz bu essaylaringizni yozib. Bu davomida ikkita tavsiyanoma xati va o'z hujjatlaringizni topshirishingiz kerak bo'ladi, lekin tavsiyanoma xatini biroz keyinroq topshirsa ham bo'ladi. Ya'ni intervyugacha tavsiyanomani topshirsa bo'ladi. Ya'ni intervyu mart-aprelda bo'ladigan bo'lsa, fevralda siz email olasiz va o'sha mart-aprel intervyu kunigacha siz tavsiyanomani topshirsangiz bo'ladi. Noyabrda hujjat topshirayotganda siz o'z hujjatlaringiz, diplomni va 4 ta essayni topshirsangiz bo'ladi. Va o'sha topshirayotganingizda siz universitetlardan offer olgan bo'lishingiz hatto shart emas. Universitetning offerini suhbatdan keyin topshirsangiz ham bo'ladi. Bu toki 22-iyungacha edi, adashmasam. Ya'ni taxminan iyungacha siz mana shu o'z yozib o'tgan essaylaringizda, study planda yozib o'tgan universitetlaringizni dan kelgan offerlarni iyungacha topshirsangiz bo'ladi. Bu albatta yengillik beradi. Mana shu Chivning timeline, ya'ni qaysi vaqt nimani topshirish kerakligini qarab o'tsak, Chivningni bizdan nima xohlayotganini, ya'ni qanaqa kandidatlarni xohlayotganini, qanaqa kandidatlarga target qilayotganini sezsak bo'ladi. Chunki birinchi topshirishda hamma, misol IELTS'larni, offerlarni hammasini topshir, ya'ni tavsiyanoma xatlarini degan approach yo'q ularda. Sekin vaqt o'tgan sari o'sha tavsiyanoma xatlari, keyin offerlarni topshirish, keyin IELTS. Bu deganiki ko'pincha misol 25 yoki 30 yoshda bo'lgan o'z kasbidagi mutaxassis insonlarni akademik tomondan uncha vaqt bo'lmasligi mumkin. Misol imkoniyati, salohiyati bor, deylik, kamera hujjatlarini topshirishga, lekin ular ishi bilan bo'lib, mana shunday nimalarni kechroq yoki unaqa insonlarni ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun qisman shuning uchun ham timeline ancha cho'zilgan. Ya'ni hammasini bir kunda, bir vaqtda topshirish emas, bo'lib topshirish imkoniyati mavjud. Menda bitta savol tug'ildi shu paytda. Relationship building degan mavzudagi insho. Aynan bu inshoni o'zi maqsadi nima deb o'ylaysiz Chivning scholarshipda? Bu yerda relationship building and shared learning o'zi aslida. Ya'ni siz o'z kasbingizni mutaxassis sifatida yoki inson sifatida, shaxs sifatida qanday qilib networkingni, ya'ni hozirgi kungacha bo'lgan bu kasbingizda bo'lsin, o'qishingizda bo'lsin, oilangizda, do'stlaringizni orasida shaxs sifatida yetuk bo'lib yetishingizga networking qanday yordam berdi? Siz kimlardan nimalarni o'rgandingiz va kimlarga nimalarni o'rgatdingiz? Ya'ni shared learning. Qanday vaziyatlar bo'ldiki, siz kimnidir qo'llab-quvvatladingiz, o'z deylik maslahatlaringiz, insightlaringiz
va kimgadir nimani o'rgatdingiz va o'shani natijasida o'sha deylik vaziyat, inson o'zgardi, yaxshi tomonga o'zgardi. Shularni yozib o'tishingiz. Ya'ni give back to community degan narsa bor ingliz tilida. Biz nafaqat o'rganishimiz, balki o'z nimamizga, jamoamizga yoki yon atrofimizdagi insonlarga give back, ya'ni o'rgatishimiz kerak. Va bu Achieving'ni deylik asosiy esseylaridan biriga kiritilgan, chunki boya aytib o'tganimizdek, Achieving'ni target audience, ya'ni ular xohlaydigan kandidatlar shunaqa insonlar bo'lishi kerakki, ular yon atrofidagi jamoaga impact ko'rsatishligi, yaxshi tomondan, ya'ni liderlik qobiliyati, yetakchilik qobiliyatini ko'rsatib, yon atrofidagi inson o'zi ham o'zgarib va yon atrofidagi insonlarni ham yaxshi tomonga o'zgartiradigan insonlarni ga target qiladi. Zo'r. Shu men o'ylayman, qisqacha ma'lumotni berib o'tdik Achieving haqida va nima qanday foydali tomonlari borligi haqida va o'zim haqimda qisqacha berib o'tdik ma'lumot. Hozirda Achieving ga intervyuga tayyorlanishyapti ko'pchilik, chunki intervyular boshlandi. Mart oyi o'rtalaridan toki aprel oyi o'rtalarigacha intervyular bo'lib o'tyapti. MentorGo platformasi orqali shaxsan o'zim bir necha kandidatlar bilan intervyu, ya'ni mock intervyu o'tkazdik. Agarda bu Achieving grantiga qiziqish bildiradiganlar bo'lsa, u haqida, essaylar haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni xohlaganlar MentorGo platformasi orqali ushbu ma'lumotlarni bizning mentorlarimizdan bilib olishligi mumkin. Va maslahat, agar Achieving scholarshipiga qiziqish bildirayotgan insonlarni e'tibor qaratish kerak bo'lgan narsa, agarda siz bakalavrda o'qiydigan bo'lsangiz, bakalavrdan keyin, chunki Achieving scholarship faqat magistratura uchun, buni aytib o'tishimiz kerak edi. Bakalavrdan keyin right away, ya'ni straight away tugatib darrov Achievingga topshirish maslahat berilmaydi. Albatta mumkin. Siz har bir talablarga to'g'ri kelsangiz, albatta topshirishingiz mumkin, lekin boya aytib o'tganimizdek, sizni imkoniyatlaringiz, ya'ni grant yutish imkoniyatlaringiz nisbatan pastroq bo'ladi. Agarda siz shu bakalavr davomida juda katta professional yutuqlarga erishib kelmagan bo'lsangiz, ya'ni akademik yutuqlar bor, professional yutuqlar. Akademik yutuqlar shu IELTS, JMAT, JRE shunaqalar, shulardan iborat bo'lsa, professional o'z sohangizdagi yutuqlar. Achieving boya aytib o'tganimizdek, ko'proq professional yutuqlarga, ya'ni shaxs sifatida qanday jamoadasiz, qanday ishlar, qanaqa loyihalar qilgansiz, shu ko'proq muhim. Shuning uchun bakalavrdan keyin balkim o'z sohangizda yana ishlab, yaxshi korxonaga, yetakchi korxonalarga kirib, o'z imkoniyatlaringizni oshirishingiz kerak deb o'ylayman. Achievingga topshirish niyati bo'lsa. Lekin albatta xohlovchilarni nimasini qaytarmaslik kerak. Balki misol uchun, agar siz bu yil topshiradigan bo'lsangiz, ya'ni keladigan noyabr oyida topshiradigan bo'lsangiz, hozirdan harakatni boshlaganingiz yaxshi. Nimaga? Har bitta scholarshipga topshirish bu bir necha etaplardan qadamma-qadam bosib o'tish. Ya'ni aynan shu deadline kelganda siz insholarni yozib topshirish emas, insholarni nima haqida yozish kerakligini bilib olishingiz uchun siz o'sha narsalarni yaratib kelishingiz kerak. Ya'ni qanaqadir tadbirlarga qatnashishingiz, qaysidir joyda internship qilishingiz va buni hammasi smoothly, ya'ni bir maromda kelib Achieving essayga kelib kerak. Ya'ni essayda nima haqida yozish kerak degan savolga javob sizni looking backwards qilgan ishlaringiz, qatnashgan loyihalaringizga bog'liq. Bu bir narsani menga eslatdi. Procrastination degan narsa, ya'ni talabalar bir kun qolganda shundoq ochadi platformada, bo'ldi, hamma insholarni bir kunda yozib tugataman deydi, keyin yuboradi va rejection oladi.
misol uchun inshoni bir kunda yaxshi insho yozish mumkinmi desa, men yo'q demagan bo'lardim-da. Mumkin. Bir kunda yaxshi insho yozish mumkin. Lekin inshoni yaxshi yozish emas, inshoda nima yozish muhimroqda. Nimani yozasiz? U yerga deylik yo'q narsani yoza olmaysiz. O'zingiz qilmagan ishlarni, qatnashmagan loyihalarni yoza olmaysiz. Shuning uchun bu insho balkim bir kunda, agar siz misol juda ham yaxshi kandidat bo'lsangiz, deylik o'z sohangizda juda yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, bir kunda insho yozish mumkin, yaxshi insho yozish mumkin. Lekin bir kunda yoziladigan inshoga bo'lgan mehnatingizni bir kunda qilib bo'lmaydi-da. Ya'ni oldindan yig'ilib kelgan mehnat bo'lishi kerak. Kelgan mehnatni qog'ozga tushirish kerak. To'g'ri aytasiz. Endi savol-javob qismiga o'tadigan bo'lsak, qo'lini ko'tarayotgan talabalarimiz bor edi. Kimdadir savol bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Ekspertimiz javob beradilar. Biz o'zi Fazilat bilan kelishdik, qisqa prezentatsiya qilamiz. Ya'ni juda uzun prezentatsiya qilgandan ko'ra savol-javobga tezroq o'tamiz va konkret aniq savollarga javob beramiz deb. Izohlarda bitta savol kelibdi hozir. Rasmiy ish tajribasi o'rnida internship va volontyorlik faoliyatidagi yillarni bersa bo'ladimi? Ha, albatta, misol uchun ish tajribasini ko'rsatish degan joyda siz proof ko'rsatishingiz shart emas. Ya'ni qanaqadir hujjat, ofitsial hujjat ko'rsatishingiz shart emas. Misol uchun tasavvur qiling, siz qayerdadir ishladingiz, lekin endi oldin shunaqa bo'lardi, hozir balkim emasdir. Internship qilsangiz sizga qanaqadir hujjat bermas edi. Lekin internship qilgansiz, siz yerda rostdan ham internship qilgansiz. Albatta ko'rsatsa bo'ladi buni. Internship ko'rsatsa bo'ladi, lekin u yerda soatlari belgilanadi, platformada soatlarni, ya'ni haftasiga necha soat ishladim degan joyi bor. Shu soatlarni hammasi yig'ilib 2 yilni tashkil etish kerak. Va albatta bu qanaqadir rasmiy hujjatlar bilan backup qilinishi kerak emas siz ish tajribangiz. Ya'ni volontyorlik haqida nima deysiz? Volontyorlik ham buni qismi, chunki platformada topshirayotganingizda ishni turi full time, part time yoki volunteer degan nimalar bo'ladi. Drop down listdan tanlaysiz, shunaqa knopkani bosganingizda. Shuning uchun volontyorlik ham buni ichiga kiradi. Albatta, siz misol uchun butun 2 yilingiz volontyorlik bilan o'tgan bo'lsa, balkim sizga yaxshi shanslar berilmasligi mumkin, chunki boya aytib o'tganimizdek, Chivning kimlarni xohlaydi? Ular o'z sohasida qandaydir yaxshi ko'zga ko'rinarli loyihalar qilgan insonni xohlaydi. Shu kontekstda volontyorlik qilish unchalik katta weighting, ya'ni uncha katta ta'sirga ega emas, lekin bu volontyorlikni yozish mumkin emas degan joyi yo'q. Plus bo'lsa bo'ladi, ya'ni qo'shimcha. Albatta, qo'shimcha qilsa bo'ladi. Ya'ni buni misol shu savolga to'xtaladigan bo'lsak, Chivningni requirementlarini o'qisa, 2 yil work experience degan joy bor. Ya'ni siz bakalavrni bitirib ham 2 yil work experience'ingiz bo'lishi mumkin deyilgan joyda. Ya'ni bakalavrni bitirgandan keyin 2 yil work experience bo'lishi kerak degan joyi yo'q. Shuning uchun ham boya aytdim, bakalavrni bitirib ham topshirsa bo'ladi. Lekin siz shuni unutmangki, sizdan tashqari u yerda bakalavrni bitirib qandaydir ishlarni, katta loyihalarni bajargan, deylik, shartli 30 yoshli qanaqadir juda nima deydi, experience inson siz bilan bellashyapti. Shuning uchun bakalavrni bitirib topshirganlarning imkoniyati nisbatan kamroq bo'ladi. Yana keyingi savolga o'tamiz. Magistraturada yosh chegarasi bormi? Chivning uchun yo'q, yosh chegarasi yo'q. Mana misol bizning kohortda 40-45 yoshli insonlar ham bor. Shuning uchun Chivning uchun yo'q. Universitetlar uchun menimcha umuman yo'q bu yosh chegarasi. Shuning uchun you're welcome to apply.
Ingliz tili ustozlar topshirishi mumkinmi? Endi bu ham sohaga oid savol bo'libdi, lekin umumiy qilib javob bersangiz bo'ladi. Ingliz tili ustozlar ham topshirishi mumkin. Tuningda qaysi soha, misol ko'pchilik aytadi, soha bo'yicha tanlashadi. Ya'ni bir sohadan bitta odam bo'lgan bo'lsa, misol yuristlar, finansistlar, qanaqa injenerlar topshiradigan bo'lsa, ham bitta sohadan bittadan odam oladi degan qanaqadir mish-mishlar bor, lekin bu noto'g'ri. Qaysidir yillari faqat yuristlar, qaysidir yillari faqat finansistlar ketgan, misol uchun. Bu topshirgan insonlarni applicationdan saralab olinadi. U yerda soha bo'yicha tanlanmaydi. Siz ingliz tili sohasi, ya'ni lingvistika sohasi, yurisprudensiya yoki finans, qaysi sohadan bo'lishingizdan qat'iy nazar Cherningga topshirsangiz bo'ladi. Yana bitta qiziqarli savol kelibdi. Bu sizning aynan o'zingizning tajribangizga oid. Siz o'zingizda aynan qaysi jihatingiz Chevening scholarship olishingizda yordam bergan deb o'ylaysiz? Eng qiziq tarafi mana shunaqa scholarshiplarda aynan qaysi taraf nima sababchi bo'lganini aniq aytish qiyin, chunki bu yerda misol boy aytib o'tganimdek universitetda misol prezident boshlanishida aytib o'tadigan bo'lsak, birinchi yil talabasi, keyin Discover Invest talabasi stipendiyasi, keyin prezident stipendiyasi, undan keyin o'z sohamda ishlaganman, ya'ni O'zbekistondagi eng yirik kompaniya, engineering kompaniyasi, juda ham zo'r mutaxassislar bilan, xalqaro mutaxassislar bilan ishlaganman. Buni aynan qaysi biri, misol uchun ishlash opitimmi yoki akademik bosib o'tgan yo'limni qaysi biri sababchi bo'lganini aniq ko'rsatish qiyin, lekin man hozir Londonga kelib o'z kohortimga, ya'ni men bilan birga kelgan insonlarga qarab va undan oldin Chevening yutgan insonlarga qarab aniq aytishim mumkinki, ular qaysidir o'z biznesiga ega bo'lgan yoki o'z katta loyihalarini boshlagan yoki davlat korxonasida ishlaydigan bo'lsa, juda yetakchi liderlik lavozimlarida bo'lgan insonlar. Ya'ni ular Londonda, UKda o'qib qaytgandan keyin qandaydir jamoani boshlig'i bo'lish va o'z jamoasini oldinga yetaklash imkoniyati va salohiyatiga ega bo'lgan insonlarni Chevening tanlab oladi. Shuning uchun aynan qaysidir nimani ko'rsatish qiyin bu yerda. Bu holistic approach, ya'ni sizni butun A nuqtadan B nuqtagacha bo'lgan butun yo'l bosib o'tgan yo'lingizni barchasini baholash ortidan keladigan yutuq. Yana qo'shimcha aytib o'tmoqchi edim. Bu judayam prestijni deydi-ku, eng zo'r grantlardan bittasi. Chunki boshqa grantlarga qaraganda acceptance rate ham ancha past. Xuddi nima deydi, Amerika grantlaridan ham даже aytishim mumkin yuqori. Lekin albatta siz buni yutibsiz. Yosh bo'lishingizga qaramasdan aytyapsizki, boshqalar sizdan kattaroq va kattaroq joylarda ishlaydigan, balkida o'zini biznesiga ham ega, lekin siz nimadir qilib yutibsiz. Demak, baribir nimadir sizdan ajratib turgan. So, let's say holistic approachda ham balki qanaqadir sir borki va biz u sirni bilmaymiz, chunki bu faqatgina admissions officerlar tomonidan beriladigan baho. Anyways, To'g'ri aytasiz. Misol bu kohort 25 yoshda edim, Chevening tanlab olganda va eng yosh kandidatlardan edim. Ya'ni ikkita kandidat 25 yosh edik. Men va yana bitta Marjona degan qiz. Va eng yoshlardan ikki kishimiz. Bizdan keyingilar уже yana 29, 30 va undan katta yoshdagi bo'lgan kandidatlar. Shuning uchun Cheveningni boya aytib o'tganimizdek, albatta yosh chegarasi yo'q. Bu misol bitta kohortga qarasangiz, biz faqat 30 yoshdan kattalarni yoki faqat o'z sohasida juda ham katta yutuqlarga erishgan insonlarni tanlaymiz
degan messaj bermayapti-da. Misol kimlarni tanlab olganiga qarasangiz, mana yoshlarni ham tanlashimiz mumkin va yosh kattalarni ham tanlashimiz mumkin degan javob beryapti-da, ya'ni kimlarni tanlaganiga qarasangiz. Juda qiziqarli. Yana oxirgi savolimiz desak ham bo'ladi izohlarimizdagi. Bu grant dasturi o'qish tamomlagandan so'ng o'z davlatingizga qaytishingizni kutishadimi yoki o'z maqsadlari bilan davom etishingizga yordam berishadimi? Albatta, Chivningni shartlaridan bittasi bu O'zbekistonga qaytish. Ya'ni siz UKda, Buyuk Britaniyada o'qib bitirganingizdan so'ng o'z yurtingizga qaytib 2 yil davomida o'z yurtingizda faoliyat yuritishingiz kerak. Bu davlat korxonasida ishlashingiz kerak degani emas. Siz o'z faoliyatingizni yuritishingiz, balkim bu biznes bo'lishi mumkin. Qanday faoliyat bo'lishidan, qanday tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar siz O'zbekistonda bo'lishligingiz talab qilinadi. Bu Chivningning talablaridan biri. Tushunarli. Izohlarda barcha savollarga javob berib o'tdingiz. Agarda kimdir ovozli tarzda savol bermoqchi bo'lsa, qo'lini ko'tarishi mumkin. Ovozlarni ochib qo'yamiz. Jahongir Xo'ja, Jo'rayev, ovozingizni ochdik. Assalomu alaykum. Jahongir Xo'ja, savolingizni berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Ovozim eshitilyaptimi? Bemalol. I think there is a problem with the connection. Assalomu alaykum. Ovozim eshitilyaptimi? Ha. Uzr, bermoqchi bo'lgan savolimga javob berilgan bo'lishi mumkin. Men uzr so'rayman agar shunaqa bo'lsa. Biroz kech qo'shilganim uchun bu savolni bermoqchiman. Savolim bu grant dasturida ish tajribasidan ko'ra, misol uchun ilmiy maqolalar yoki biron bir loyihalarni ustida ishlab shunaqa ilmiy maqolalar chiqargan bo'lsa, bunga qanaqa qarashadi? Ya'ni hozir shu grantni keyingi ochilish bosqichigacha 1 yillik ish tajribam bo'lar ekan, o'zim hisoblab chiqsam. Lekin 1 yil hozir kamlik qilinadi, 2 yil bo'lish kerak deyishganiga shu savol bilan murojaat qildim. Rahmat savolingiz uchun. Zo'r savol bo'ldi. Qarang, ilmiy maqola sizga plus berishi mumkin. Albatta bu misol hozir men bergan javobim qanaqadir hujjatlarda yozilmaganda, ular aniq requirement berishmaydi, lekin o'z kuzatuvlarimdan kelib chiqib sizga javob berishim mumkin. Bu lekin 100% correct, 100% to'g'ri javob degani emas, chunki bu hech qayerda rasmiy yozilmagan, rasmiy ma'lumot yo'q, lekin o'z kuzatuvlarimdan sizga javob berishim mumkin. Ilmiy maqola sizga yordam beradi qachonki siz kasbingiz akademik yo'nalishda bo'ladigan bo'lsa. Ya'ni siz deylik mastersni ham educationda qilaman, misol qanaqa educationga yaqinroq yoki ilmiy tadqiqotga yaqinroq va kelajakdagi kasbim ilmiy xodim bo'lish, ya'ni akademiyada ketish. Ikkita nima yo'nalishga bo'linadi-ku, professional kasb. Industriya yoki akademiya. Ilmiy PhD tadqiqot qilib, universitetda dars berib va qandaydir tajribalarni o'tkazib, ya'ni ilmiy xodim bo'lishligingiz mumkin kelajakda, yoki industriyaga ketib, deylik industriyada qaysidir korxonalarda ishlashingiz mumkin. Agar siz birinchi yo'lni tanlaydigan bo'lsangiz, albatta bu juda ham katta plus bo'ladi. Ya'ni siz ilmiy faoliyatingizni hozirdan boshlagansiz va buni isboti sifatida siz mana aytishingiz mumkin, mana shu maqolalar va
mana shu konferensiyalarga qatnashib shunaqa o'zim mana hissamni qo'shib kelyapman o'z yo'nalishligimda deb ko'rsatsangiz bu katta foyda bo'ladi. Lekin siz industriyaga ketmoqchi bo'lsangiz, siz maqola yozsangiz, bu yaxshimi, yomonmi degan javobga aniq javob yo'q, savolga aniq javob yo'q. Albatta, umuman hech narsa bo'lmagandan ko'ra nimadir bo'lgani yaxshiroq deb aytishingiz mumkin, lekin agar sizda insonda resurslar chegaralangan, maqola yozish yoki o'zingizni bo'lajak kasbingizga qarab aytadigan bo'lsak, siz industriyani tanlamoqchi bo'lsangiz, maqola yozish yoki deylik qaysidir korxonada ishlashlikni, qaysidir loyiha boshlashlikni, kichkina bo'lsa ham loyiha boshlashlikni yoki qanaqadir professional sertifikat olish, misol uchun buxgalter va auditorlar uchun SCCA degan sertifikat bor, yoki CFI degan sertifikat bor, yoki deylik ingliz tili o'qituvchilari uchun TESOL, CELTA degan sertifikatlar bor. Bular akademik sertifikatlar emas, bular professional sertifikatlar. Shu sertifikatlarni olganingiz sizni industriyaga ko'proq yaqinroq qilib, proof sifatida ko'rsatadi. Shuning uchun agar maqola yoki industriyaga kerak bo'ladigan deylik harakatlarni tanlash kerak bo'lsa, albatta ikkinchisini tanlash kerak. Siz industriyaga ketadigan bo'lsangiz, agar akademiyaga ketadigan bo'lsangiz, maqolani tanlash kerak. Judayam ajoyib javob berdingiz. Rahmat kattakon, javobingiz ancha manfaatli bo'ldi. Ishlaringizga omad. Salomat bo'ling. Yana kimdadir savol bo'lsa, berishim mumkin, bemalol. Agarda hech kimda savol bo'lmasa, biz yakunlashimiz ham mumkin, menimcha, bugungi ovozli chatimizni. Ha, barchaga e'tibor uchun rahmat. Bu vebinarlar albatta achieving bo'ladimi yoki boshqa scholarship bo'ladimi, to'liq ma'lumot berishni imkoni yo'q bu vebinarlar doirasida. Shuning uchun bizni MentorGo platformamizga borib, o'zingizni individual, ya'ni individual кейsingizdan kelib chiqib, hozirgi holatingizdan kelib chiqib, siz o'zingiz uchun maxsus nima deyiladi, advice, konsultatsiyalar olishligingiz mumkin. Buni foydali tomoni, misol uchun kimnidir yo'nalishi majori linguistik bo'lishi mumkin, kimdadir engineering bo'lishi mumkin va bularni bosib o'tish kerak bo'lgan yo'li o'sha scholarshipgacha bir-biridan juda ham farq qiladi. Shuning uchun webinarda hamma majorlar uchun, hamma tinglovchilar uchun foydali bo'ladigan, hammaga birdek foydali bo'ladigan ma'lumot berishni imkoni yo'q. Shuning uchun MentorGo platformasiga o'tib, bizni mentorlarimizdan individual konsultatsiya book qilishligingiz sizni kelajakdagi scholarshipga bo'lgan yo'lingizni qandaydir osonlashtiradi deb o'ylayman. Shu yerda qo'shimcha qilib aytib o'tmoqchiman. Alisher Ahmedov ham o'zlari ham konsultatsiya beradilar. Ya'ni achievinggacha bo'lgan jarayonni mana shuncha ko'p narsani o'rgangansiz o'zingiz, ya'ni izlanishlar olib borgansiz va mana shu bilimlaringizni albatta boshqa talabalar bilan ham ulasha olasiz va yordam bera olasiz. Shuning uchun agarda kimdadir mana shu vebinardan keyin qo'shimcha savollar qolib ketsa yoki keyingi yil yoki undan keyingi yil shu achieving grantiga topshiraman deb reja qilib yurgan bo'lsa, aynan Alisher Ahmedovdan ham konsultatsiya olishlaringiz mumkin. Juda ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Va barchaga bugungi ovozli chatimizga tashrif buyurgani uchun rahmat deb qolaman. Va Alisher Ahmedovga ham vaqtingizni ayamasdan qatnashganingiz uchun va maslahatlar berganingiz uchun, yo'q demasdan kelganingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat sizga ham, barcha tinglovchilarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Bayram tugadi sizlarda, bizda endi boshlanyapti. Ha, sizni ham bayramingiz bilan. Salomat bo'ling.